Asakabank bank aksiyadorlari umumiy yig'ilishini o'tkazdi. Unda ishtirokchilar bank raisining moliyaviy xo'jalik faoliyati bo'yicha ma'ruzasini ko'rib chiqib, kelgusidagi rivojlanish strategiyasi bilan tanishdilar. Yig'ilishda qayd etilganidek, bank tomonidan chakana biznesdagi mahsulotlar sonini ko'paytirish rejalashtirilmoqda. Shuning uchun bugungi kunda moliya muassasasida chakana biznes uchun alohida bo'linma tashkil etildi. Сегодня мы активно работаем над цифровизацией bankskих услуг. Bugungi kunda biz bank xizmatlarini raqamlashtirishda faol ish yuritib bormoqdamiz. Biz outsourcing asosida tashqi mutaxassislarni jalb qilyapmiz. Ular bizga biznes jarayonini tashkil qilish va optimallashtirishda, qolaversa, chakana biznesni tashkil etishda yordam beradi. Shu bilan birga biz xodimlarimizning malaka va ko'nikmalarini oshirishda faol ishlar olib bormoqdamiz. Xususan, ularga turli sayyor mashg'ulotlar, ya'ni team building olib borilib, treninglarga ham chet el banklardagi tajribaga ega mutaxassislarni jalb qilamiz. Ma'lumot o'rnida Asakabank mijozlar bazasida 1,900,000 dan ortiq jismoniy va 50,000 ga yaqin yuridik shaxs bor. Ularga zamonaviy bank mahsulotlari va xizmatlarini taqdim etiladi. Shuningdek, bank xizmatiga axborot texnologiyalarining so'nggi yutuqlari ham joriy etilmoqda.